Siz her kuni ishga soladigan 7 xil kuch prinsipi. Bir insonni haqiqiy ma'noda kuchli qiladigan narsa nima? Yuqori ovozda so'zlash yoki hokim mutlaq shaklda emas. Qarorlarni o'zgartiradigan, ishonch qozonadigan, hayotni untinsiz o'zgartiradigan tavranmas kuch zoti nima? Nimishqa ba'zi insonlar barcha salbiyliklarga va qarshiliklarga qaramasdan barg'ancha yuksildi-yu, yana ba'zi insonlar yaxshi niyati va aql saviyasining ustunligiga qaramay mag'lubiyatga duchor bo'ladi. Bu savollarga Niccolo Machiavellining javobi bor. Machiavelli 500 yil ilgari siyosiy surgunning jimjit umidsizligiga patgan yillarda kuchning qandoq yurishadiganligi haqida keskin va keng qo'rsoq nazarga ega holda bir prinsipni yozib chiqqan. Zulmni ulug'lashtirishdan uzoq bo'lgan Machiavelli ko'pincha hollarda ishlarni oldin qiyos qilg'ili bo'lmaydigan va kechirmaydigan bir dunyoda boshchi bo'lish uchun bizga bir ramka sundi. Uning ta'limotlari rohat bo'lganlik uchun emas, reallikqa uyg'un bo'lganlik uchun bugungacha yetib keldi. Uning ta'limotlarida rostilla asqatadigan nuqtalar bor. U har bir ta'sirchan boshchining o'zida yetildirishi kerak bo'lgan 6 asosiy alohidlikni va bularning hammasini taqsimlashtiradigan yana bir maxfiy 7-alohidlikni bayon qildi. Bu alohidlik faqat strategiyadan iborat emas. Bu 7 alohidlik ham aql, ham qalb orqali qanday qilib donolik bilan boshchi bo'lganligini ko'rsatib berdi. Birinchi, muhim paytda harakatga o'tish jasorati. Bu jasorat axloqiylik bilan emas, mavjudlik bilan munosabatlik. Bu jasorat dal to'g'ri paytda intizom, o'zguchilik va jasorat bilan harakat qilish kuchini ko'rsatadi. Machiavelli aytgandek, talay bir ayoldir. Agar biri uning o'z elikida bo'lishni orzulasa, jasur holda ikkilanmasdan uni o'ziga bo'ysundirish lozim. Bu hujumchilik bilan munosabatlik emas, hozir bo'lish bilan, tayyorlik holatida bo'lish bilan munosabatlik. Fursatlar to'limi nodir ahvolda 2 qatim keladi. Tarix shakllantirganlar boshqalar to'xtab qolganda oldiga chiqqanlardir. Winston Churchillning Angliyaning eng qorong'u kunlarida mavjudligini saqlab qolganligini yoki bir o'qituvchining bir o'quvchi uchun o'rnidan turg'unni va yoki bir qurg'uvchining yangi bir ishni ro'yobga chiqarish uchun hamma narsani to'g'ri tikkini tasavvur qiling. Mana bular tavakkulchilik paytlaridir. Ikkinchi, dunyoni asli holatida ko'rish. Bir yerga borganda dunyodagi ishlarning bizga o'rgatilgani bo'yicha yurishmaydiganligini bayqaymiz. Machiavelliga nisbatan aytganda, bu xil bayqash hasratlik shaklda ro'yobga chiqadi. Machiavelli Florensiyaga uzoq yil xizmat qilgandan keyin o'z kontrolligida bo'lmagan siyosiy sabablar tufaylidan turmaga qamaldi va turmada tayoq to'qmoqqa qoldi. Machiavelliga nisbatan bu fojiada muhim bir haqiqat o'ttirg'a chiqdi. Yaxshi niyatlik bo'lish yetarlik emas. Dunyo faqat axloq fazilatini emas, vujudga chiqarilgan ish harakatni mukofotlaydi. Machiavelli mundaq degan: bir insonning qandoq yashashi kerakligi uning qandoq yashagandan shu darajada uzoqdirki, qilinishi kerak bo'lgan ish uchun qilinayotgan ishni tark etgan har kishi qo'g'dilish o'rniga vayron bo'lishni o'rganadi. Bu qimmat qarashlarni tark etishga aloqador chaqiriq emas. Ularni o'zimiz duch kelgan haqiqatga bo'yin egdirish talabidir. Yaxshilik qilishni xohlasak, oldi bilan yaxshilikni ochiq ravishda ko'rishimiz lozim. O'zingizdan qaysi haqiqatlardan qechiyapman deb so'rab turing. Haqiqiy o'zgarish to'g'ri besilgan tunji qadamdir. 3. Strategik istixborot. Ko'rinmaydigan o'yinni kontrol qilish. Machiavelli bir boshchining ham shir, ham tulki bo'lish kerakligini o'ttirg'a qo'ygan. Tahdidlarni qochirg'idek darajada kuchli, to'zoqlarga tushmaydigan darajada aqlliq. Bu kontrol qilish bilan munosabatlik emas, hushyorlik bilan munosabatlik. Kuch odatda parda orqasiga yoshirinadi. Eng yaxshi yo'lboshchilar faqat fikr muloyiz bilan qolmasdan sistemini atrofliq ko'zdalaydi. Angliya xonishi 1-Elizabet Ispaniya qo'shinini mag'lub qilish uchun taktik ishlatgan. Gandhi zo'ravonlikning o'rniga axloqiy besimni qoral o'rnida ishlatgan. Haqiqiy kuch odatda hurkirashdan avval kusurlaydi. Sizga nisbatan bu jimjitlikning qachon kuchga ega bo'lganini yoki tirkishishning qachon texmi cho'nqurligi ishorat qilganini farq etish ma'nosiga kelishi mumkin. Strategik aql, to'xtash,
umumiy manzaraning xaritasini chiqarish va zilliq bilan harakat qilish qobiliyatidir. Strategik aqlingizni taraqqiy qildirishni xohlamsiz? Keyingi qaytimda putli qashang'i duch kelganingizni his qilganingizda o'zingizdan buni savolni so'rang. Haqiqiy peshang nuqtasi qayerda? Qaysi usulga diqqat qilmayapman? Ba'zida eng kichik harakat eng cho'ng o'zgarishni ro'yobga chiqaradi. 4. Hoşyarlıq. Eng muhim narsani saqlang. Machiavelli qo'dalmagan narsaning asta davomlashgan sal qarash orqali qo'ldan ketadiganlik to'g'risida ogohlantirish bergan. Ba'zi munosabatlar jimjitlik sababli muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Tijoratlar o'ziga bekishinib ketish sababli zavolliq yuz tutadi. Boshchilar cho'ng muvaffaqiyatsizlik sababli emas, diqqatsizlik sababli mag'lub bo'ladi. O'zingizdan pat-pat qaysi narsamni qo'g'dishim kerak? Qimmat qarashlarimnimi, kishilarimnimi, vaqtimnimi deb so'rab turing. Haqiqiy boshchilik izchil ravishdagi majburiyatdan iborat. Hamma ishdan shubhalanib yurishingizga hojat yo'q, ammo mavjud bo'lishingiz kerak. Sevgi, majburiyat va ishonch sagiq bo'lishning bir shaklidir. 5. O'lchamlik natija. Ochiq bo'ling va muqim vaznga ega bo'ling. Machiavelli agar qo'rqish bilan yaxshi ko'rish tang holatda mavjud bo'lmasa, boshqalar qo'rqadigan kishi bo'lish, boshqalar yaxshi ko'radigan kishi bo'lishdan texmi yaxshidir deydi. Bu odatda kishini hayron qoldiradigan fikr. Ammo bu fikrda muhim bir haqiqat yoshiringan. U bo'lsa-mu chekning muhimligidir. Hisob berolmaydigan boshchilik yemiriladi. Chek bekitishdan qochadigan ota-onalar yaxshi ko'rishga kang qo'rsaqlik bilan quchoq ochadi. Tutishishdan qo'rqadigan boshqaruvchilar qo'l ostidagilarni ojizlashtiraveradi. Biroq haqiqiy natija jazolash bilan munosabatlik emas, sifat bilan munosabatlik. Ish harakatni kimlikdan ayiradigan, ko'ngil qo'yib turib tuzadigan boshchi bexatarlikni barpo qiladi. Ishning muhim va qiyin tarafini so'zlang. Aniq bir uslub bekiting, ammo buni qadr-qimmatga uyg'un holda qiling. İnsanlar o'zidan nimaning kutildigini tushunganida va o'ziga adil muomala qildiganligini bilganda olg'a ilgarilaydi. 6. Ma'na shakllantirish. İnsanlar haqiqatdan bakrak hikoya cho'chaklarining qo'rshavida yashaydi. Bir voqea haqida nimaga ishonganimiz, uning qanday inkos qayturdiganligimizni shakllantiradi. Platon soyni rost deb bilib qilishdan ogohlantirgan. Machiavelli mu dal mushu jihatda ogohlantirish bergan. Har kim qanday ko'ringaningizni ko'radi. Faqat ozg'ina kishilarla haqiqatda nima ekanligingizni tajriba qiladi. Bu yolg'onlarni to'qib chiqish deganlik emas. Bu haqiqatni ta'sir ko'rsatadigan holda aytish deganlikdir. Gandining tuz turishi faqatli siyosat bilan munosabatlik emas, g'urur bilan munosabatlik edi. Steve Jobs texnologiya uskunasi sotmadi. Ijodkorlik va isyon haqida bir hikoya bayon qildi. Sizning hayotingizmi bir hikoyadan iborat. Tanlashlaringiz orqali boshqalarga nimani tushundirsiz? Ovoz tutsangiz, planlaringiz va niyatlaringiz bilan-chi. Ish harakatingiz bilan qadr-qimmatingizni bog'laydigan bayonni topib chiqing. Strategiyangizning insonlar tushuna oladigan tilda so'zlashiga ruxsat qiling. 7. Butunlashtirish, butunlik san'ati. Eng oxirgi va eng kuchli prinsip keyingi har ishni tamponlashtirish iqtidoridir. Buyuk yo'lboshchilar yolg'iz birlik kuch bilan bo'ldi qilmaydi. Ular turli kuchlar orasida ustulik bilan berib kelib turadi. Buyuk yo'lboshchilar qanday chog'da qat'iy bo'lishni, qanday chog'da bo'yin egishni biladi. Qanday chog'da bevosita harakat qilishni, qanday chog'da ko'zitishni biladi. Qachon ilhom berishni, qachon prinsipga ahamiyat berishni biladi. Bu psixolog Robert Keganning o'zini o'ylantiradigan zihin degan uqumidir. Karl Jungning xususiylashish uqumi mushu shu. Buyuk liderlar o'z markazini yo'qotib qo'ymagan holda ziddiqlarga keng qo'rsaqlik qiladi. Ular kuchlik, ammo yumshoqdir. Ularning puti yerga dastlab turgani bilan ko'zini yiroq ufuqqa tikkan. Boshchilik muqim bir qilibga kirivilishdan derak bermaydi. Aksicha bir butun holatga kelishdan derak beradi. Xotima. G'arazlik kuch. Kuch yomon narsa emas. Yaxshi narsa emas. Kuch o'tga o'xshash ko'ydirib, kulma qilib yetalaydi yoki pishirib manfaat yarata oladi. Muhim bo'lgani niyat va uni ishga soladigan qo'ldir. Machiavelli mushtum zo'rlar uchun yozmadi. Kelgusini ko'ra oladiganlar uchun yozdi.
Dunyoda asli qiyofatini ko'rishni xohlaydiganlar uchun va uni o'zgartirishga tirishadiganlar uchun yozdi. Yuqorqi alohidliklar hammalarga o'rtaq alohidliklar emas. Bu alohidliklar jasorat, ochiq yo'riqlik va cho'nqur ahamiyat berish tuyg'usini lozim qiladi. Biroq bularni yoqtirmaydiganlar uchun muvaffaqiyatdan ko'p narsalarni ato qiladi. Ma'nilik holda boshchilik qilish iqtidorini ato qiladi. Bu shaklda yashash uchun biror unvonga ehtiyojingiz bo'lmaydi. Ishni hozir holatingizdan boshlang. O'z tanlashlaringiz, o'z munosabatingiz va durustligingiz bilan boshlang. Haqiqiy kuch hukm qilish bilan munosabatlik emas, yo'nalish belgilash bilan munosabatlik. Haqiqiy kuch g'oyani harakatga, qarshilikni o'zgarishga o'zgartirish kuchidir.